Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi mavzuyimiz bugun sizlar bilan keton tanachalar haqida gaplashamiz. Demak, jigarda o'z navbatida yog' kislotalari, aminokislotalar metabolizmga uchraydi. Nima hosil bo'ladi? Setoatsitas hamda beta gidroksibuterat. Bu hosil bo'lgan moddalar aynan shular keton tanachalar deyiladi. Setoatsitat, beta gidroksibuterat, atseton, bular hammasi keton tanachalar. Demak, bu hosil bo'lgan moddalar hozir qanday hosil bo'lishini gaplashamiz. Mushak hamda miya tomonidan energiya sifatida ishlatiladi. Qachon? Glyukoza kamayib ketgan gipoglikemiyada yoki glyukoneogenez bloklanganda. Demak, bu qachon bo'ladi? Demak, cho'zilib ketgan ochlikda. Demak, tog'da yo'qolib qoldi, 2 kun, 3 kun ishlamayapsiz. Glyukoza, uglevod yo'q endi. Endi nima qiladi? Mushagingizdan hamda o'z navbatida yog'laringizdan parchalaydida jigar nima qiladi? Ketonlarni hosil qilib beradi. Demak, keyingisi qachon? Diabetik ketatsidozda. Demak, glyukozani o'z navbatida insulin yetishmovchiligi bo'ladi. Birinchi tip diabetda bo'ladi. Keyingisi oksalatsitat yetishmovchiligi. Bu ham glyukoneogenez. Bilasizlar, glyukoneogenezda piruvatdan oksalatsitatga o'tadi, oksalatsitatdan fosfenilpiruvatga o'tib, orqaga qaytib glyukoza hosil qiladi. Demak, shu jarayon buzilgan. Buni oldingi darslarimizda bor. Tepada belgilab qo'yishga harakat qilaman. Demak, xuddi shu jarayonlar buzildi. Ya'ni hammasi bitta ma'no glyukoneogenez, ya'ni qonga glyukoza chiqara olmayapti organizm. Shu jarayonda yuzaga keladi. Yoki bo'lmasam surunkali ichuvchilikda, alkoholda, ya'ni NADH oshib ketadi. NADH oshib ketsa, bu yana glyukoneogenez bloklanadi. Hamda o'z navbatida oksalatsitat nima bo'ladi? Oksalatsitatdan glyukoneogenezga o'tish bloklanadi. Ya'ni down regulation glyuconeogenez TCA cycle kirib shekilda buziladi. Shu jarayonlar demak foydalanilar ekan keton tanachalar. O'z navbatida malatga o'tib ketadi demoqda. Yaxshi, keton bodiylarga nima kiradi? Atseton, ketonga asetat, bu ketatsid, beta gidroksibuterat, bu ham ketatsid hisoblanadi. Demak, bu reaksiya diabetik ketatsidozda eslaydi oddiygina. Demak, nafas olganda atseton hidi keladi og'izdan, atseton hidi ajratib, fruity odor, ya'ni meva hidi. Yana bizni qandaydir achigan bir narsa hidimi deyiladi. Demak, atseton hidi kelar ekan. Demak, siydik o'z navbatida asetatdan aniqlashimiz mumkin, lekin beta gidroksibuteratda emas. Ya'ni keton aniqlandiganda siz asetat tushunishingiz mumkin ekan. Bitta muhim xususiyat, qizil qon hujayralari ketondan foydalana olmaydi. Ular faqatgina glyukozadan foydalanadi. Любой payt och qolasizmi, to'q qolasizmi, faqatgina glyukozadan foydalanadi. O'z navbatida jigar hujayralari beta ketatsidil-CoA transferaza fermenti yo'q. Shuning uchun ular deyapti, keton tanachalardan deyapti, yoqilg'i sifatida foydalana olmaydi. Ya'ni jigar o'zi keton ishlab chiqarsa ham, lekin undan energiya ola olmaydi. Juda qiziq fakt. Demak, bu ham muhim joy hisoblanar ekan. Endi HMG-CoA liaza bu keton ishlab chiqarish uchun javob ber. HMG-CoA reduktaz bo'lgansa, xolesterol sintezi uchun HMG-CoA reduktazdan bloklagan modda bor. Dorilar bor, bilasizlar, yaxshi bilasizlar, bu statinlar ekan. Demak, katta reaksiyani gaplashamiz. Demak, yog' kislota, aminokislota, xullas nima bor? Mushakda aminokislota olib kelishdi, yog' kislotalar topdi, o'z navbatida asetil-CoA sintezlandi. Asetil-CoAdan HMG-CoA sintezlandi. Endi HMG-CoA liaz yordamida asetoatsitat hamda o'z navbatida beta gidroksibuteratga o'tib turishi mumkin ekan. Demak, o'z navbatida gepatositda hosil bo'ldi asetatsid bilan beta gidroksibuterat. Bu nima bo'ladi? Bu qonga chiqadi. Qonda demak beta gidroksibuterat hamda asetatsitat bor. Bu atsetonga o'tadi. Nafas olganingizda bu atseton chiqadi. Atseton hidini beradi. Demak, ketogenezis mana bu joyda hosil bo'ldi. Endi bu qondagini nimani o'z navbatda asetatsitat va beta gidroksibuteratni nima qiladi? Mushak hamda miya to'qimasi oladi. Demak, buni oldi. Buni o'z navbatda asetil-CoA sintezlayapti bunda. Asetil-CoAdan
2 mol atsetoasetil-CoA hosil bo'lyapti. Undan atsetoasetil-CoA degani 2 mol asetil-CoA degani. Demak, ikkita asetil-CoA bo'ldi. Asetil-CoA o'z navbatida nimaga o'tyapti? Sitrat, ya'ni TCA siklida sitrat, izositrat, alfa-ketoglutarat, suksinat, fumat. Garchi buni TCA siklida videosi bor. Tepada o'shani ko'rsam bo'ladi. Demak, bundan oxir-oqibat ATF hosil bo'lyapti. Bu misol uchun skelet to'qimasida. Demak, bu ATF hosil bo'lishi ekan. Demak, biz buni tushundik. Demak, aminokislota va yog' kislotalar asetil-CoA, HMG-CoA, atsetoasetat, beta-gidroksibutiraat, atsetoasetat bilan beta-gidroksibutiraat chiqdi. Biz buni mushay tomonidan oldik, atsetoasetatni hamda beta-gidroksibutiraatni. Bu yerdan biz 2 mol asetil-CoAga o'tib TCAda foydalandik. Endi giperammonemiya holati, ya'ni ammoniyda, ammiakda ammoniyda oshib ketish bor bunda. Buni ornitin transkarbamelaza yetishmovchiligida ko'rgandik. Ya'ni karbamoy fosfatni o'z navbatida mana bunday bo'ladi. Ornitindan sitrulinga o'tadi. Mashda ornitin transkarbamelaza degan ferment bordi. Endi sitrulindan nima edi? Arginosuksinat. Bu ham tepada video tushuntirilgan. Arginosuksinatdan arginindan ornitin edi. Endi mana shu arginindan arginaza ferment bor. Bu yerda muhim joyini aytib ketaman. Bu yerda fermentlar bu muhim emas. Ureya bo'lardi. Ya'ni CDda ureya chiqib ketardi. Mana bu boshida karbomoy fosfatda nima edi? NH4 ammoniy karbonat angidrid. Ya'ni ammoniy qo'shilibdi, karbomoy fosfat hosil. Mana shu joyda ornitin transkarbamelaza yetishmovchiligida ammoniy oshib ketadi, giperammonemiya bo'ladi, chunki mana yuragiga bormayapti. Demak, yurak siklida buzilishi ekan. Demak, xuddi shu jarayonda nima bo'ladi deydigan so'z navbatda. Keton darajalari joyida bo'ladi. Glukoza ham normalniy. Faqatgina nima bo'ladi? Ammoniy miqdori oshib ketadi. Demak, yurak siklida. Endi gipoketozis. Biz buni oldingi videoda gaplashdik, tepada ko'rsalayni. Medium chain acetyl-CoA dehidrogenaza deficiency degan kasallik bor dedik. Bolalarda ko'pincha to'sinuvchidan keluvchi o'limga sabab bo'ladi. Ya'ni fatty acetyl-CoA o'z navbatida beta oxidation buzilish natijasida, ya'ni mana bu ferment nima edi? Acetyl-CoA dehidrogenaza yetishmasligi hisobiga nima bo'lyapti edi? Bo'ladi keton tanachalar bilan ko'payib siklni yaxshilamayapti edi. Ya'ni glukoneogenez ketonlar hosil bo'lmayapti. Demak, keton hosil bo'lmagandan keyin keton darajasi tushib ketadi. Glukoza leveli ham tushib ketadi, chunki ham glukoza ham keton hosil bo'lmayapti. Tepadagi reaksiyamiz bor. Mana bu joyda. Mana. Beta oksid fatty acetyl-CoA, acetyl-CoA o'tmayapti. Acetyl-CoA yo'q degan TCA, ya'ni Krebs sikli ham ishlamayapti, keton ham hosil bo'lmayapti. Chunki Krebs siklida ham bunday acetyl-CoA ishtirok etadi, asosiy manba bor. Acetyl-CoA yo'q, chunki mana bu joydan o'tmayapti. Natijada bo'ladi uyquchanlik, tutqanoq, koma hamda o'limga sabab bo'ladi. Demak, bundagi ketonlar glukoza o'zgarishini gaplashdik. Ikkinchisi ketozis. Demak, gipoketoz degani keton darajasi kam degani ekan. Gipoketotik gipoglikemiya bo'ladi. Hamda o'z navbatida sitrat shuttle yetishmovchiligida ham karnitin shuttle mana bu holatda ham xuddi shunday bo'ldi. Karnitin shuttle, ya'ni systemic karnitin deficiency da ham fatty asidlar mitoxondriyaga bo'lmasdan oxiri keton hosil bo'lmayapti edi. Ya'ni bunday uzilish mana bu joyda. Medium chain acetyl-CoA dehidrogenaza mana bu joyda. Bizga qizig'i qayerda bo'lgan bilan oxiri baribir keton yetishmayapti. Demak, ketonlar kam bo'ladi. Yaxshi, davom etamiz. Ketozisda nima bo'ladi? Keton darajasi oshib ketadi, glukoza kamayadi. Bunga misol metilmalonic acidemiya hamda propionic acidemiya. Buni keyingi videolarimizda gaplashamiz. Ya'ni metilmalon
ma'no nimasi? Metil malonic va mutaz yetishmovchiligi, ferment yetishmovchi bo'lgan nachala metil malonic kislota miqdori oshib ketadi. Bu o'z navbatida nima qiladi? Glukoneogenez bloklansa biz nima dedik? Keton ishlab chiqarish oshadi dedik. Glukoneogenez yo'q, glukoza kam. Demak, buni gaplashdik. Yaxshi. Demak, endi hamda och qolgan paytda to'q holatdagi yog' to'qimalardagi o'zgarishlarda gaplashar ekanmiz. Demak, bizda qorin to'ydi. Demak, qorin to'ygan deganmiz. Demak, siz maza qilib ovqat yedingiz. Uning tarkibida nima bor? Glukoza bor. Glukoza tushdimi, insulin ishlab chiqariladi. Insulin o'z navbatida glut oqsillar bilan glukozani yog' to'qimalarga olib kelyapti. Hamda DEP shakl bor. DEPdan o'z navbatida glitserol 3-fosfatga o'tyapti. Glitserol 3-fosfatga o'tgan paytda mana o'sha insulin ham ta'sir bor. Triglitseridlardan demak lipoprotein lipaza, adipositdagi lipoprotein lipaza retseptoriga ta'sir qiladi. Faollashda triglitseridlardan xolesterolni oladi, o'zini glitserolga qo'shadi. Hamda mana yog' kislotalar. Free fatty acid oladi, xolesterol, free fatty acid, erkin yog' kislotalar olyapti. Triglitserid qilib, ya'ni zapasnoy qilib triglitseridlarni yig'ib qo'yapti. Bu to'yganingizda endi och qolgan holatda nima bo'ladi? Deyinsa, epinefrin glukagon ishlab chiqarildi. Demak, ATFdan siklik adenozin monofosfat hosil bo'lyapti. Bu o'z protein kinazi A'ni stimulyati. Bu o'z navbatida hormon sensitiv lipaza degan modda bor. Shuni stimulyati. Bu hormon sensitiv lipaza, demak, fosforilab aktivlashyapti. Bu nima qiladi bo'lsa, o'sha zapaslab qo'ygan yog'ingizdagi triglitseridlarni glitserol bilan erkin yog' kislotalarga ajratyapti. Erkin yog' kislotalar hamda glitserol o'z navbatida energiya sifatida foydalanilyapti. Demak, erkin yog' kislotalar biz buni tepada ko'rdik, free fatty acidni, ya'ni karnitin bilan mitoxondriya olib kirilyapti hamda TCA saykliga tushib ishlatilyapti. Demak, shu ekan. Demak, sizlar bitta narsani agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta narsani hisobga olinglar. Sizlar hozir ba'zi narsalarni tushunmasliklaringiz mumkin. Buni tushunish uchun tepadagi boshdagi Krebs sikldan boshlangan videolarimizdan boshlab ko'rsalaring. Hammasini ko'rib bo'lganlaridan keyin bitta sxema hosil bo'ladi. Bitta tushuncha paydo bo'ladi. Ungacha tushunmasliklaring tabiiy hol. Demak, hammaga rahmat.